Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinki Haliple Tarih namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Suyuti rahmetullahi aleyh Osman razıyallahu anhu'niki bir kısım ahlak, micazi ve üzükideki nakşniki bayanı hakkında ve şu devirdeki bir kısım şu ölüp ketken meşhur sahabiler yoki tabi'ler hakkında bizge ma'lumot bermoqchi bo'layotidu. İbn Sa'd rahmetullahi aleyh Musa ibn Talha degan kişiden rivayet kılgan bir meselede mundaq deganken. Ben Osman razıyallahu anhu cuma günüde şu uçusta seriq ishki kiyimni kiyip chiqqanligini ko'rgan edim. Chiqib munbarda o'tirib muazzin aza etayotgan vaqtida kishilarningki ahvolini so'raydi. Masalan, mal bahasini, bozor ahvolini, xalqlarning turmush ahvolini, kim kesel, kim bor, kim o'lib ketdi degandek mushtaq fuqarolarning ahvolini so'rab turadi deb shunaq deydi. Abdullah Rumiyda rivoyat qilgan yana bir ma'lumotda Osman raziyallohu anhu kechida o'zining tarat suyini o'zi tayyorlab, o'zi tarat ilib suyini o'zi tayyorlayotganda u odamga bu xizmatchilaringni bursang shu ekilib, shu xizmatni qilsam desa, yo'q. Keçide ular aramasın, kecha ularning haqqi, uxlash haqqi deb bir kamtarlikla muomala qilgan deydi. Bu bir axloq hamda. Ibn Asakir Umar ibn Osman ibn Affan bu o'g'ilda rivoyat qilingan rivoyatga shundaq debdi. Hamda Hazrat Osmonniki shu tamg'i bosgan uzukda bu hamda shu davlatniki yorliqlariga bu uzukniki naqshida o'zi yaratgan mükemmel ravishda insonlarni yoki mahluqotlarni yaratgan Allohga men iymon etgan degan bir so'z bor ekan. Abu Nuaym Dalail-i Nubuva nomli kitobida Abdullah ibn Umardan rivoyat qilib, Jahja'il G'afari degan kishi Osman raziyallohu anhuning qishig'iga qo'pab beribdi-da. Osman raziyallohu anhu masjidda xutba o'qiyotgan shu holatda qo'lidagi kosini ilib lam tizig'i urib sindiribdi. Bir xil bu adam bu sahabe bu adam Peygamberimiz Rızvan beyetide beyet bergan sahabe. Belki Osman raziyallohu anhu'niki ba'zi siyosetini yoqtirmagan bo'lishi mumkin. Hem Osman raziyallohu anhu'ning aytdi, ig'ir bisiq, temkin, yuvashlik muloyimlik bilan hokimiyat yurgizgan bo'lishqa. Shunda bir yil o'tmaylam Alloh taolo odamniki bir kasallanib qolganda putini bir shu yiqib ketadigan, putni o'zi yeydigan. Shunda o'lib ketgan. Bu bayonlarni berganimda. Hamda Hazrat Osman raziyallohu anhu'niki yangilikları. Bu adam qandoq narsalarni o'ttirga ko'tarib chiqargan deganda Imom Askari Avoil nomli kitobida bu adam tunji qitim davlatda, islom davlat nizomida so'yurganlik tuzumini o'ttirib qo'ygan ekanda. Undan boshqa bunda yayloq shunga bir chegara belgilagan qo'riq belgilagan odammi yana shu ekan. Ham takbirda ovozini aytdi, tuvan past holatda takbir aytgan odam shu tunji bo'lib. Uning oldida ovozini jarangliq qilib takbir aytgan avvalo bor. Masjidni nihoyatda go'zal, nihoyatda ko'rkam, hashamatli shaklda yasagan odam shu hamda. Juma kunda hamda birinchi azonni paydo qilgan odam shu. Bundan burun asosan namoz bir azon bilan aytildi. Hozir qadar masalan jumada 2 azon borda. Shu birinchi azonni shu odam ijod qilgan shu vaqtida. Muazzinlarga maosh bekitib bergan odam shu. Ayni vaqtida savob qilam. Azon aytdi, lekin bu odam o'zi shu maosh bekitib muqimlashtirgan odam. Uning ustiga bu odam tunji qatim xaliflar ichida xutbada gangirab kekeshlab qolgan, gap kelmay o'diq turib qolgan odamda shu vaqtda mundaq degan ekan. Xaloyiq hamda tunji qatimliq ish nihoyatda qiyin, zo'r bo'ldi ekan. Bundan keyin nihoyatda yaxshi kunlar keladi. Agar yashab qolsam, xutba sizlarga o'z loyiqida, o'z shaklida davom etadi. Biz esa xatib emasmiz. Alloh taolo bizni bu tadrijiy yo'sinda bizga Alloh o'rgatadi deb shunaqa deb xutbada tushgan hamda. Buni Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan ekan. Aytamizda asli xutbani namozdan keyin o'qish kerakda. Lekin bu odam namozdan burun xutba o'qishni boshqa o'ttirib qo'ygan.
Ondan başka kişilerge özünkü şu zakat mallarını çıkarışta vekil bekitişine oturup koygan adam olmuş şu. Onu ise hayat vaktida hilafet hakimiyetdeki çıkan adamı yanı şu. Ondan başka tunca halifler içinde da sakçıyalığı adam şu. Çünkü Ömer radıyallahu anh'ı katlı kılıngan diken bu bir yeni bir nizam berpa kılış için acet buludu. Asasen her kanda bir siyasi nizam ihtiyacı kartta payda bulup gelgen. Onun başka mescitte ayrım bir maksura diyen ayrım xana xas fiyat oturulgan bir hocura yoki bir xas o'rin hamda. Chunki hamda Umar radhiyallohu anhu qasb uçurgandan keyin o'zidan sal ansirab, masjidga fuqaro bilan birga tang turilgan shaklda emas, o'zi ayrim turilgan joy, kichik bir uy shaklida bir xona shaklida bo'ladi. Shuni tunji qatam bekitgan odam shu. Buni askari o'zining kitobida, Avoil nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Onun üstüne bu adam hem demiş ümmetninki arsıda adamni hatalaştırdığan tunci ihtilaf yüzberge adamıymış o. Mesela yaman köyge meselelerde adamni hatalaştırdığan siyasette. Ondan burun bu ulemalar halklar fiqhi meselelerde ihtilaf konuşurken de lekin birbirini yaman yoki birbirini hatalaştırmaydigan. Lekin bu adamni yürgizgen siyasetten hata degandek işte qo'zg'olonchilar bir qism xatoliklarni o'sha adamning o'zi yomonlashtirish maqsadida o'ttirib qo'ygan. Yani bu tunji xalifa bu jihatda. Ondan başka men deyman deydi Jaloliddin Suyuti. O adamniki boshqalarga o'xshamaydigan yangiliklardan o'zining oilasini elib mush ummatning ichida oilasi bilan bola chaqalari bilan ailesi bilan Allah taraf hicret qilgan tunji adam bu. Mush ummatning ichida. Ondan başka Qur'oni Karimni mush qiraatda o'qishda bir lahzaga, bir harfga to'plagan adam. Biz başta biraz o'tdi. Hozir biz o'qiyotgan Qur'oni Karimniki harf shakli o'pma o'xshash. Mesela men Mag'rib tarafda bir xil qiraat o'qiydim, Marokash tarafida, Mashriq tarafida, mesela Pokiston tarafda ayrim bir şekilde okuydu. 7 xil qiraatniki o'qilayotgan Qur'onninki rasmiy shakli o'pma o'xshash nega bo'lsa. Ammo o'qilish 7 xil qiraatning lahjasi o'xshamaydi. Masalan, ba'zi qiraat olimlari sura masalan va zuhada, ba'zilar va duha deb o'qiydi, ba'zilar va zuhay deb o'qiydi. Buningdan burun masalan zuha shakli ayrim ve zuhay şekli ayrım kelgan. Ama bu adam bir qilibni asos qilib, ammo 7 xil qiraatni yoki 10 xil qiraatni erkin ozod qo'yib bergan. Bumi bu odamniki nihoyatda cho'ng bir tuhfasi bo'ladi hamda. Ibn Sa'ikir Hakim ibn Abbad ibn Hanif degan kishidan chiqargan bir ma'lumotda debdi. Madinada tunji paydo bo'lgan yomoish Osmon roziyallohu anhu davrida bu nihoyatda dunyo boyashatlik qoplanib ketib, kishilar nihoyatda mol boyashat, hashamatli turmushni kechirgan vaqtida xalq shu vaqtida hamda kapta uchrashib yurgan ekan. Undan burun bu ish yo'qkanda, undan boshqa bir Jolahiqqat deydigan bir o'yin bor ekanda, bu Parislarniki o'yini. Bir to'pga o'xshaydigan, işte kichik, yoki miltiqqa o'xshaydigan modelda hamda bir narsa otilgan masalanchi. Mushu o'yin paydo bo'lgan deydi. Buni munkar hisoblaganda o'lmali shu vaqtida. Banilar jamoati bir odamni ishlatib, shu o'ziga xilofat mezgillarida, xilofatning 8-yillari, mushlarni to'sib cheklash uchun da ash narsalarni sundirib, shu bu o'yin turlarini sundirib, hatto shu kapta uchirgan odamlarning ishlarini bunda qirqib to'xtatib etgan. Suyuti rahmetullohi alayhi hamda şu Osman roziyallohu anhu'niki tarixida eng oxirgi bölümde bir abzasni tonishtirib o'tibdi. Bu odamniki bir yaxshi yeri har qanday bir xalifaniki davrdagi mashhur shaxslarniki vafoti bilan tugatilganda bu tarjimal tarixni. Hamda Hazrat Osman roziyallohu anhu'da o'lib ketgan mashhurlar kim o? Deganda birinchisi Suraqat ibn Malik ibn Juhsham degan sahoba. Bu sahoba ammamizga tanishliq Payg'ambarimiz Hazrat Abu Bakr Siddiq bilan
Mekke'de Medine'ye hicret kılıp mağan vaqtida Kureyşlerniki mukafotini tamoq qilib Payg'ambarimizdagi izni qo'g'lab kelgan bir kishi bor. Mana shu Suraqat ibn Malik. Etiniki ikki puti shu yer kirib ketgan. Bu Rasulullohga aytdi, yaxshi g'amxo'rlik qilgan sahoba. Bu kishi keyingi mezgillarda shu Makka fathisidan keyin Taif urushida musulmon bo'lib kelgan. Bu adam shu Persiya xandaligi Kisroniki bilezik tojlarini kiygan. Payg'ambarimiz shu vaqtda deganki, sen Kisroniki bilezik tojlarini kiysang qanday bo'lib ketarsan deganda bu adam hayron qolibdiki. Voy 20 yil, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin emillashdi-da bu odamning bu tushi. Ondan başqa Jabbar ibn Sahr degan sahobimi mush davrda o'lib ketgan. Bu Ansari Hazrat qabilasidan bo'lgan sahoba. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzur muborakda Mekkada ikkinchi bay'at Aqaba bay'atiga qatnashgan 70 nafar bay'at bergan sahobalarning qatoridagi bir sahoba. Bu kishi payg'ambarimiz ko'pincha shu Xaybarniki xomlarning zakotlarini yig'ishga avatilgan sahoba. Bu kishi shu davrda o'lib ketgan. Ondan başqa eng mashhur sahobalardan Hatib ibn Abi Baltah degan sahobimi Hazrat Osman roziyallohu anhuning zamonida o'lib ketgan. Bu kishi o'zi Makkelik sahoba bo'lib Madinaga hijrat qilgan. O'zi Quraysh qabilasidan emas, lekin Qurayshlarning ichida bunda ittifoqdashib yashab kelgan. Oshiq savdogar ayni vaqtdagi mashhur oshiq savdogarlarning biri. Bu odamning mashhur voqealiklarida masalan Payg'ambarimiz Makka fathisiga mashdan oldida bu xabarni bir ayolniki chichining orsiga xat silish orqali Makkaliklarga Rasulullah'niki Makka yurish qilganlikni oldin ala xabarlantirgan odam. Hatto Umar ibn Xattob o'ltirdi deganda yari payg'ambarimiz o'ltirishni cheklagan. Alloh taolo Badr g'azotida qatnashgan kishilarning hammasini gunohini mag'firat qilgan deb. Bu odam buni xiyonat, xoinlik nuqsdan qilmagan. Chunki bu odamniki urug' tuqqanlari, bolalari o'sha qilib qolg'ashqa shu bir yaxshilikni qilish orqali bir Qurayshlarning bir oilamni qo'g'dab qolamki degan asosda qilgan. Shuni o'zinki mushu qilqini mushu shaklda tanishtirgandiki Rasululloh to'g'ri dedi, rost aytdi degan. Bu kishi mush davrda o'lib ketgan ekan. Bu kishi payg'ambarimizning mushu Misrga avatgan elchisi, Misrning shu vaqtdagi podshosi Muqawqisga avatgan bu kishini elchisibdi. Iyaz ibn Zuhayr bu bir sahoba kishi, o'zi Makkelik, Quraysh qabilasidan. Bu kishi shu Hazrat Osmonning davrida Madinada o'lib ketgan mashhur sahobalardan. Abu Asid Saidi degan sahoba mush davrda o'lib ketgan, buni ismidan chiqib turdi. Bani Saida, Hazrat qabilasidan bu sahobimi. Aws ibn Samit. Bu kishi Hazrat Osmon roziyallohu anhuning zamonida o'lib ketgan mashhur sahoba. Bu kishi o'zi Ansari Hazrat qabilasidan bo'lib, payg'ambarimiz bilan asosiy hamma urushlarga birda qatnashgan. Bu odamning hayoti hozir qadar tasvirlandi. Nima degan vaqtida masalan qad sami Allohu qawlallati degan oyat mush odam bilan ayol haqida tushgan. Jahiliyatdagi qoidasi bo'yicha ayolni bu odam jahiliyatning bir usuli bo'yicha taloq qilgan ekan. Bu ayol nati piyg'on, g'amkin holatda Rasulullohning qishiga dard o'qib kelgan vaqtida mushu qad sami Alloh degan sura oyat tushgan. Shuning uchun mushu ayolning ismi Xavla bint Sa'labada. Mushu tarix bilan nati mashhur. Bu odam mushu Osmon roziyallohu anhu davrida Falastinda dunyodan ketgan. Yana bir mashhur sahoba bu davrda o'lib ketgan, Haris ibn Nawfal. Bu kishi payg'ambarimizga jiyani bo'ladi hamda. Chunki bu kishiningki cho'ng dadasi Haris bilan payg'ambarimizning dadasi Abdullah Okufka. Bu Qurayshlarningki Bani Hashim jamoatidan. Bu kishi musulmon bo'lib Rasulullohning huzurida kelgan. Ondan başqa payg'ambarimiz bu odamga amal mansab bergan. Hozirgi Jiddining eng dastlabki musulmon valisi mush odam. Bu kishi Osmon ibn Affon davrida o'lib ketgan. Uning ustiga Muaviyaning ochisining yeri bo'ldi bu odam. Bundan başqa Hazrat Osmon roziyallohu anhu davrida o'lib ketgan sahobalardan mashhur sahoba
Abdullah ibn Huzafat Sahmi bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki devirde en burun Müslüman bolgan, Qurayşlarning jiq aziyatlarini chekkan, Habeystonga hijrat qilgan, undan boshqa Madinaga hijrat qilgan sahoba. Peygamberimizning ömrüdeki bütün urushlarga qatnashgan, hatto Misr fathisiga mush adam qatnashgan. O'zini aytdi, chaqchaqchi sahoba bo'lishqa, sahobalar ichida shu kulik chaqchaqani aytdi, mashhur sahoba bu hamda. O'zi Qurayshlardan. Bu kişiniki hem de yana bir alaylı hissetlerden nait şahsiyeti, obraz, nait güçlük, temkin, cesaretlik, korkmaz adam boğaçka Peygamberimiz bu kişine Parislar'ınki şu vaxtdaki imparator padişahı Kisraga Paris vilayetiga, şehriga, dövletiga elçi qilib evetken. Peygamberimizdeki xetine tuncu qitim Paris padişahı Kisraga ilip bağan kişi muş Abdullah ibn Huzafat Sahmi. Ondan başka bu adam en meşhur tarihiden tüvendeki tarihini bir kıskartıp şunu bir değiştiğini doğru taptık. Adamın ki hakikaten kalbini lerzik salıdı bu adamın bu hayatı. Hem de Hicriyaniki 19. ile Ömür ibn Hattab'niki zamansız kâga vaxtıda mı şu Şam'daki koşullar hem de Rumlar bilen bolgan bir uruşta bir kısım Müslümanlar esir küçüp kaptı da şularning içinde mi şu Abdullah ibn Huzafat Sahmi bakinemde. Lekin şu Rim'deki şu Şam'daki şu büyük padişahı bir neçe sahabalarni tanlap mesela şu dininde yanısa dep mecburlasa hiç kim bu dinde yanıgın unmagan. Şuna bu şu Abdullah ibn Huzafini tatip çıkıp bir adamda sazay kılış için. Buna şu dağış ütreyle ya neyziyle ütreyle dep korktu men dep ismi bu adam qatti titremey korkmay yani dinden ait çın tuğallıktan bu Şam'niki şu padişahı yoğun bir kazanğılık bir may toşquzub bunu utqalap Müslümanlarniki kattalardan şu eserlerden iki adamni şu qaynayatqan qazanğa terek bitilam taşlaydı kende. O taşlap boğucu sönkü bulaplanma şu yağının üstüde leyleydiken. Bu nayet korkunçluk bir hadise hem bu evvel. Şöyle bu Şam'niki şu vaxtdaki bu Kaysar, bu padişahı hem de Rum'dan padişahı. Abdullah ibn Huzafat'a qarab Hristiyan dini yani bir qatım müş din geçirsen dese o yani qatti red qilib turib Şundan bu Kaysar şu Rum'dan padişahı yana Abdullah'ın taşlanla bunun taşlanla qazanğa degendiken Abdullah qazan qaylap közüne ayet yığlap gidilgende bu Kaysar bu haletini görgendiken toxtonla belki bu tövbe qıldığa oxşaydı, yanılğa oxşaydı, ölümden qorqdu dep toxtonla degendiken bu Abdullah cevaben mundaq deydiken mening yığılışımның sebebi qo'rqinchaqlikdan emas. Mening bir bedenimdeki tük gibi bir cinim bo'lgan bo'lsa, şu canlarımның hammasi muşda bir otuq taşınıp, yaqib taşınıp, Allah yolunda şu öldürülgen bo'lsam deb arzu qilatdim. Yani şu arzuyumga bir yetdim demekçi-de bu yerda. Deb şu javobni bergandan Qaysar bu adamniki batırlıqdan bir xil memnun bo'lib, undaqda beşim suyab qo'yamsan men seni azat qilib tay, esirlikdan qutqizay degan ekan. Men alam emas, müşahidik bütkül Müslüman esirlarni qo'yib bersan bo'libdi. Men beşini suyay ekan. Ma'qul deb Qaysar ma'qul deydi ekan, Abdullah ibn Huzafat'ın beşini suyab qo'ydi ekan. Qaysar mı o'zining va'dasiga amal qilib, bütün şu vaqtdagi Müslüman emirlarning hammasini qo'yib berdi ekan. Hem bu Abdullah Medine'ge şu esirlerini Müslümanlarını elip qaytib kelgandiki Ömür ibn Hattab'na hoş bo'lib ketib bu vaqalikni bilib her qandaq Müslümanning Abdullahning beshiga söyish mecburiyati va avval men söymay deb söylegan ekan. Bu ne kadar cho'ng bir batırlık. Bu kishi ham demak Osman roziyallohu anhu'niki xilofat davrida Misrda dunyodan ketgan. Hazreti Osman davrida o'lib ketgan mashhur sahobalardan Zayd ibn Harija degan sahoba, Ansari sahoba, Xadraj qabilasidan. Bu odam o'lib ketgandan keyin gap qilgan.
Şu ölüp gitip birden keyin jine eslik kelip, şu Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Osman hakkında gap kılıp, yani qaytadan jinch ketken bir sahabe. Bu işler nayeti meşhur. Onun başka şu devirde ölüp ketken meşhur kişilerden Lubey degan Araplarning eng dаңlıq şairi. Bu kişi şu Hazreti Osman devirde ölüp ketken ekan. Bu adam şu Araplarning içinde cahiliyet devridagi eng katta chavandozlardan hem şairlerden Laqat namlıq bir şiirlar bada. Şu Kabe'ge çaplagan şiirlarda Araplarning eng dаңlıq şiirlarini müştaq yığıp şunu avaz koyup şu şairlarniki kattalarının oldida o'tgandan keyin buni şu Kabe'ge ekilib qo'ydigan. Bu bütün Araplar şu paytlarda yodlaydigan meşhurligidan. Bu adamning şiiri işte Kabe'ge da esilgan, muallaqatga kirgizilgan meşhur katta şairlarniki biri. Bu adam o'zi toyiblik adam, payg'ambarimizga qarshi musulmon bo'lib kelgan. Endi Musayyab degan kishi şu Hazrat Osmonniki davrida o'lib ketgan bo'lib, bu kishi şu Madinaning eng mashhur olimi Said ibn Musayyab, ya'ni Abu Hurayra roziyallohu anhu'niki kuyog'li, Madina ahlining olimi degan. Bu adam o'zi anayt katta büyük bir olimniki dadisi. Bu kishi şu davrda o'lib ketgan. Musayyab degan o'zi Qurayshlardan. Ondan başka Muaz ibn Amr ibn Jamuh. Bu kişi Hazreti Osman radıyallahu anhu'da devirde dünyadan ketken. Bu hem de Muaz ibn Amr ibn Jamuh özüne ait meşhur. Nemeyle meşhur degan vaqtida Bedir urushida Ebu Cehil degan şu ümmetniki piravini bo'lgan Ebu Cehilni o'ltirishdan meşhur. Bu Ebu Cehilni o'ltirib etgan. Şu vaqtida 17 yaş, 16 yaş, 17 yaş etrafidagi vaqtlar. Bu kişi demek Hazreti Osman'nınki devirde dünyadan ketken. Hem de Ma'badul Abbas bu kişi Hazreti Osman devirde ölüp ketken. Bu kişi Resulullah'nınki tağısı Abbas'ın balası, yani Resulullah'nınki nevre inisi buladı. Ondan başka Muayq ibn Abi Fatime'd Devsi, yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nunki kavminden, Devs kabilesinden. Bu kişi devirde ölüp ketken. Bu kişi özü Qurayshdan bo'lmagan bilan Mekke'de jiq tuğan, ondan başka nurgun şu hicretler qatnaşkan, Resulullah bilan hayatı birge bo'lgan sahabe. Peygamberimizni ko'rsatgan töhbüler tüpeyilden hem Peygamberimiz bu adamni aynı vaqtida şu maliye işlerine mesul qilgan ekan. Peygamberimiz zamanında devletninki iqtisodini tutgan tunji hamda iqtisod shunos sahabe bo'ladi bu hamda. Maliyega mesul. Lekin Allah Taala'nınki sınık bilen bu sahabe keyinki mezgillerde hayatının ahırları şu Ömer ibn Hattab'ın devirlerde şu terisi çiçekleydiğen bir kesele gelip dağılap koyup bütün bedeller çiçekleyip gitip biraz adam yergini demdi bir ultraştın insanlık tabiiyeti. Lekin Ömer ibn Hattab katta yerginmey birge oturap birge tamak yap qiladigan bo'lmasa yuqumliq kesalimda sal diqqat qilmasa. Resulullah bilan bo'lgan bu kishiniki munosabatiga qarab, Resulullah bo'lgan hurmatiga qarab, Hazrat Ömer bilan aytdi, hurmatlab qilgan Hazrat Osmonning davrida o'lib ketgan sahoba bu. Undan boshqa Abu Lubaba Abdul Munzir. Bu sahoba Hazrat Osmonniki davrida dunyodan ketgan. Abu Lubabaninki ismi hozir qadar Masjidun Nabaviyda bir turkiy yezig'liq. Abu Lubaba al-Ansari deb. Demişqa degan vaqtida bir ishni xato qilib qo'yib, Peygamberimizden haya qilib masjid kelib o'zini bog'lab olgan ekan. Bog'lab har namozdan vaqt bo'lgan vaqtda qizi kelib, yeyishib, namozdan keyin yana bog'lab qo'ydiganda, Allohning Rasuli tövbeni qabul qilgan qadar men mishada bog'lab turmadi. Alloh taolo tövbesini qabul qilganlik haqida va hech tushungandan so'ng ondan o'zi yashgan. Bu kishi mushtavirda dunyodan ketgan mashhur sahoba. Hazreti Osman devrinde ölüp ketken meşhurlardan Nuaym ibn Mes'ud. Bu kişi özü Gatapan kabilesinden. Gatapanlar köpünçe şu Medine'ninki 300 kilometre jiralık turduğan kişiler. Bu kişininki en meşhur töhbüsü neme olduğu vaxtıda, Xandaq vuruşu bo'lgan vaxtıda Resulullah'nınki qishig'i musulmon bo'lib chigan bu adam. Ya Resulullah mening musulmon bo'lganligimni qavmim bilmaydi. Chunki bu G'atapanlarmi Yahudilar bilan, mushriklar bilan, Qurayshliklar bilan birlashib Madinaga 10 mingcha
kafirli bastırıp çıkan vaxtki evvel bu. Bu Nuaym şu Kureyşlerin arasında, Yahudilerin arasında ihtilaf payda kılıp bu jangni çekindirayotgan adam bu. Demek bu Xandaq urushida eng yuqori töhfə ko'rsatgan jangovar bir sahoba. Bu kishi mo Hazrat Osmonniki davrida o'lib ketgan ekan. Uningdan boshqa ismi tilga olinmagan bir qism sahobalar bor. Bu yozilmabdi. Hem sahabalardan başka hem de ölüp ketken meşhurlardan Hatiya degan bir şair. Bu adam nəhayət meşhur şairlardan. Bu adamdaki kızlık yeri nəhayət həcü bilen meşhur kende. Özünü mü, dadısını mı, onusunu mu, kabilesi mi zaten bir adam. Bu adamdan tilden saqqaga adam yok ki. Şiiriyet bilen, şu şiir bilen həcü kılıp. Şuna Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu Müslümanlarını həcü kılıp şiir toqmaslık üçün 3000 dirhem pul verip həcü kılmaslık üçün setip algan bir şairken. Bu kişi mi Hazreti Osman devrinde ölüp ketken. Hem de bu Ebu Zuayb el-Huzeli degan mi? Özü cahiliyette yaşayan cahiliyette en meşhur şairlarınki biri. Yani bu adam Resulullah'ın zamanında Müslüman bolgan bilen lekin Resulullah'ı kögen emas. Sahaba bulanmagan. Çünkü sahaba ulaştığın şertte Resulullah'ı Müslüman pet körüşte. Bu adam deydi men şu peygamberimizdeki ağırıp kalganlığını anlap şu hiç uxlayanmagandım deydi. Uxlayanma şu ertesi Resulullah'ın kışığı mansam hem de öyle jirakta. Men kelsem Resulullah ölüp ketipken halif saylaş için toplaşıp oturup ketken deydi muhacirlar, ensarlar. Yani şu kadar hem de Resulullah'a bolgan sevgisiyle yaşayan ulug' şairlarniki biri. Biz muşuna olan Hazreti Osman radıyallahu anh'uniki hilafet devri tercümanını tükettik. Allah kalırsa biz ayetlik dersimizde Hazreti Ali ibn Abu Talib'ninki tarihi tercümanı bilen tanışıp çıkımız. Muşuna olan Allah kalırsa biz 4 halifeninki biz devri tükken buludu. Allah hemimize hayırlık ve yaxşılıkka müyesser kılsın. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.